Bu video qurilishi bo'yicha men bir ikkita savolim yoki bo'lmasa maslahat ma'nosida video olaman. Balkim o'ylaymanki, uy qurmoqchi bo'lganlarga kimlargadir balkim manfaatli bo'lar. Hop, qisqasi qarang. Angliyada g'ishtdan qilinadi. Uyda deyarli g'ishtdan qilinadi hammasi. G'ishtni faqat qarang, mana bunaqasidan o'sha nima deydi, rastorini soladi, kim bunaqasiga ham soladi, ko'rasizmi? G'isht orasi hammasi shunaqa, hamma uyda davolgacha qiladi. O'zbekistonda bilasizlar, menimcha bir 99% bo'lsa kerak, g'isht qilgani bunaqasiga soladi rastorida, ma'minsini solmaydi, mana shuni solmaydi. Dash ustidan qilib ketaveradi. Adashmasam bitta vodiylik blogeri bor, mana shu qurilish har xil testlar qilib yuradigan. O'sha bir videosini ko'rganimda ikkita davol qilgan. Birinchisi xuddi o'zimizdan o'zbekcha simdoq qilgan, ikkinchisi mana bunaqa yopib qo'yganda, pilisos bilan anaqa bergan. Shamol berganda mana bu yerdan polni havo gupillab chiqqan. Chiqishi tabiiy, ochiq bo'lgandan keyin. O'zbeklar nima qiladi? G'isht teradi, sement solib shundan suv yuboradi-da ustidan. Shu bilan qarabsizki, baribir qanaqadir suv o'tadi deb o'ylayman-da. Anglichalar hammasi mana shunaqa qiladi. Shu temada nima deb o'ylaysizlar? Balkim kimdir uy qurayotgan bo'lsa, o'sha insonga balkim manfaatli bo'lar. Men o'ylaymanki, bu energiya tejamkorlik bo'yicha eng zo'r muqobil variant deb o'ylayman. Sizlar nima fikrdasizlar?